Assalomu alaykum. Siz aytaylik front-end dasturchisiz yoki veb dasturchisiz va siz veb-saytingizni topga chiqarishingiz kerak search enjinelarda. Bu Google bo'lishi mumkin, Yandex bo'lishi mumkin, Bing bo'lishi mumkin. Bularni birga chiqarish uchun nima qilish kerak bo'ladi? Albatta, birinchi SEO injener, ya'ni nima qiladi? Sitemaplarni Google konsolga, Yandex konsolga ulaydi va veb-saytingiz borligini ularga bildirib qo'yadi. Ular borligini bilgandan so'ng ular botlarini jo'natishadi. Botlari sizni veb-saytingiz linkiga to'g'ridan-to'g'ri zapros tashlab, uni HTML ni tortib oladi. HTML ni tortib olib, ichidagi ma'lumotni o'qiydi va ma'lumot asosida user qidirgan narsani, ya'ni qidirgan narsa sizni HTMLingiz ichida bo'lsa, veb-saytingizni kontentini ichida bo'lsa, uni chiqarib beradi. Buni chiqarib beradi, ammo buni chiqarib berish uchun uni topish kerak. Topish uchun qanaqa bosqich bo'ladi? Birinchi HTMLni oladi, uni ichidagi source kodini o'qiydi. Source kodining ichida kontent bo'ladigan bo'lsa, tezroq chiqarib beradi. Chunki HTML tezroq kelgan bo'ladi. Agar uni ichida bo'lmasa, uni JavaScriptni execute qiladi. JavaScriptni execute qilgandan keyin, aytaylik, JavaScriptni ichida API bor, qanaqadir. U API boshqa backendga tashiydi. U backend uni olib keladi, keyin UIga yana JavaScript qo'yadi. Unaqa bo'ladigan bo'lsa, уже uxladi desa ham bo'ladi. Lekin judayam yomon ta'sir qiladi SEOga, juda. U topga chiqishdan umid qilmasa bo'ladi. Bunaqa narsalar qo'llanilgan bo'lsa, shunga nima qilish kerak? Server side rendering bor. Serverni o'zida butun bir ma'lumotlarni yuklab oladi. Undan keyin HTMLga teradi va JavaScript naryoqda butun ma'lumotni yig'ib, keyin HTMLga joylagan bo'lsa, ana shu joylangan HTMLni shunda qaytarib yuboradi. Ya'ni JavaScript ishlashini hojati yo'q. Bu yoqda, ya'ni JavaScript polniy ma'lumotni bu yoqqa ko'chirib, ekranda ma'lumot bor holatidagi HTMLni oladi va Google Crawler botiga jo'natib yuboradi. Bu nafaqat Google, Yandex, nimadir AIlarni botlari bo'lishi mumkin. Hozir AI ham rivojlanyapti. Bu haqida ham alohida gaplashsak bo'ladi. Tema ko'p. Xo'p, ana endi bitta ko'rib chiqamiz. Bu qanaqa SEOni oshirish bo'yicha. Bir AIdan anaqa qildim, atak qo'limni tekkizmadim desa ham bo'ladi. Nimaga desa ham bo'ladi? Chunki mana bu joyidagi battonga ichidagi tekst oq bo'lib qolgan ekan. Men buni qora qilib qo'ydim. Bitta CSS'ini o'zgartirdim, bo'ldi. Atak qolganini AI qilib berdi. Chiroyli qilib, qo'lida ko'ramiz. Xo'p, bu yerda nima? Less articles, demak bu SEO uchun muhim joyi. Demak, SEO uchun birinchi muhim joyi manba H1 title. Ikkinchi muhim joyi bizga manba artikellar. Chunki bu yerda o'zi asosiy shu bor xulosa. Okey, endi manba katta ehtimol bilan chiqadi, lekin less articles bu backenddan keladigan ma'lumot. Backenddan kelgandan keyin bu конечно HTML ichida turishi muammo bo'ladi. Shuning uchun APIga zabros qilib qo'yguncha, misol uchun qiynalishi yo SEO qidirganida, ya'ni sound out, FSR, reply, deb qidirib chiqqan bo'lsa, uni topolmasligi mumkin, chiqmasligi mumkin. Bu katta ehtimol bilan chiqmaydi ham. Xo'p, ikkinchi biz optimize qiladigan joyimiz SEO uchun mana bu page. Bu pejda mana bu narsalar bor, lekin Googledan qidirganda shular chiqadimi? Ya'ni shundoq kopiya olaman-da, Googledan qidiraman, chiqadimi, yo'qmi? Okey, demak bizdagi muammo nima? Google nima qilyapti? Bitta ko'ramiz. Google shunga zabros yuboradi. Zabros yuborganda mana bu ma'lumot qaytadi. Qanaqa kirishni ko'rdinglar? Ya'ni narigi tomonda view page source. Bu Windows'larda ham shunaqa nomlangan bo'ladi. Narigi tomoni bosilganda, o'ng tomoni bosilganda, bu HTML. Bu HTML kopiya qilib bu yoqqa tashaladi. Buni formatladim o'qishga oson bo'lishi uchun. Demak, birinchi o'rinda bizga title. Title chiqyaptimi, yo'qmi? Demak, SEOni shu yerdan analiz qilishni boshlasak bo'ladi. SEOni analiz qilish qanaqa? Discover insights. Okey. Bitta qidiruv, tak AI hozir kerak emas. Bu H1 juda ham zo'r. SEO вообще zo'r. Demak, H1 ishlayapti. Ya'ni performance o'rni zo'r ishlayapti deylik. Chunki mana bu joyga kiradigan bo'lsak, headings mana H1, H2, mana less articles, H3 ni ichida mana artikellarni, 6 ta artikelni title turibdi. Bu zo'r, hozir chiqib turibdi, chunki bu execute bo'lgan narsa. Bizda source kodi bor. Source kodining ichida bormi bu ma'lumotlar, yo'qmi? Demak, ikkinchisi less articles. Articles. Okay. Articles. Bak. Yep. Bu tak bu paragraf ichidagi bizda H2 niki kerak. Вот так.
Bu yerda hashlikka bor. Voy, uzr, balki ekranim kattalashib qolgan ekanda. Yo'q, kichiklashib qolgan ekan, kattalashib. Xo'p, ko'rinyapti deb ehtimol qilaman. Katta ehtimol bilan 4K sifatida yuklayman. Shuning uchun kechirasizlar bu safar. Okey, chiqyapti. Bu ham zo'r. Xo'p, bu artikl chiqyaptimi? Qidirish. Yo'q. Nimaga yo'q? Chunki tekshiramiz. Bu klient saytida JavaScript ichida chiqib turgan bo'lishi mumkin. JavaScript olib kelyapti-da bular. Okey, bizda blog page ham xuddi shunaqa. Blog pageda ham, ya'ni olib keladi. Our blogs и paragraf bor. Bular yo'q, chunki bu JavaScriptdan API orqali execute bo'lyapti. Aha. Okey. Endi buni SEOsini yaxshilaymiz. Ya'ni nima qilamiz? Shundoq kodga o'tib, kodim qayerda edi? Yep. Kodga o'tib, less articles. Okey. Bu yerda nima? Client side bu Next yozilgan, ya'ni Next serverda ham, klientda ham ishlab beradigan yaxshigina framework. Shu uchun bunda ajoyib featurelar bor, cache bor. U cache ham yaqinda ko'rsak kerak, ehtimol bilan, agar kerak bo'lsa. Okey. Client side ya'ni nima? Bu JavaScript kod. JavaScript client side ishlaydigan. Lekin client side ishlaydi, lekin nimaga bu yerda less articles degan tekst turibdi? Ah, bu yerda mana render bo'lganini ko'rdik. Nimaga mana bu render bo'lmagan degan savol bor. Buni ma'lumoti kelmaganda deydigan bo'lishimiz mumkin, lekin bu nimani komponentni o'qitdi-yu deydigan bo'lsak, nima qiladi? Use client degan komponent faylni ichida ham bir marta o'qiydi, faqat nimani o'qimaydi? Use effect ichini o'qimaydi. Sababi use effect client side, client birinchi marta render bo'lganida ishlatadi va next aqlliroq bo'lgani uchun birinchi marta shunchaki kerakli ma'lumotni o'qib olib, backend aralashmagan yoki asinxron plus use effect shunaqa huklar aralashmagan joyiga olib, uni render qilib oladi, HTML formatini olib oladi, keyin jo'natib yuboradi. Bu yaxshi tomoni, faqatgina dinamik data keyinroq kelishini ta'minlaydi. Endi u yog'i qanaqa qilib joylaydi qolgan ma'lumotni degan bo'lsak, u yog'i hydration qiladi. Hydrationni ham keyinroq gaplashib o'tamiz. Ya'ni nima qiladi? Ma'lum bor bo'lgan HTMLni oladi, uni qo'yib turadi, boshqa ma'lumot bo'lgandan keyin o'zgargan joylarini o'zgartirib qo'yadi. Shunaqa. Xo'p, yuz effektni o'qimagan, chunki biz ma'lumotni bu yoqdan olib kelyapmiz. Endi buni bizlar server sayt qilishimiz kerak, ya'ni Google Crawl bot yoki Meta yoki Yandex Crawl, not Crawl boti shu ko'rish kerak, scrap qiladigan boti veb-saytda. Okey, bu kerakmi? Yo'q, kerak emas. Tak, tak. Buni asinxron qilib, bu kerakmi? Tak. Katta ehtimol bilan kerak emas. Use effect chopamiz, chunki bizga bundan keyingi ma'lumot kerak emas. Buni nima qilamiz? Bu yerga get static props degan komponent bor yoki boshqa frameworkda boshqacha, Angularda boshqacha, Vue'da boshqacha. Lekin men hozir nima qilaman? Prosta inline yozib ketaman. Articles bu turadi, loader error ham kerak emas bizga, use state kerak emas, chunki biz primoy hozir datani saqlayman. Voy, esimdan chiqib qoldi. Mana buni qanaqa bo'lgan? Await get articles. Okey. Get articles nima qilingan? Data slice da 6 tasi olingan. Oh, perfect. Yep. Bular kerak emas. Bo'ldi, nima qildim? Buni client side emas, server side qildim. Serverda o'zida o'qiydi. Birinchi marta o'qiyap turganda-ku, agar buni asinxronniy qilib qo'ysam, даже mana buni ham o'qib ketadi-da. Chunki bu yerda yuz effekti yo'q, boshqa narsa yo'q. Shuning uchun buni primoy o'qib, ma'lumotni olib, keyin buni qilib qo'yadi. Buni nima qilish mumkin? Generate static paste qilish mumkin. Faqat bu React Next'da, buni Angular yoki Vue'da yo'q, server side. Angular'da ko'rish mumkin yoki qanaqadir custom yozilgan ham bo'lishi mumkin server side frontend. Okey, buni bundoq qilaman. Bu kerak emas. Bu ham kerak emas. Nimadir o'chirib yubordimmi? Yo'q. Ketdi.
Ma'lumot kelish emasligini keyinroq qo'ysa bo'ladi, ungacha. Error donasi ham kerak emas. Bu loader ekan, bu ham kerak emas. Bu ham kerak emas. Good. Let's refresh. The server articles is on the client side. Not get articles from the server, but get articles is on client side. Now it's on you. Turn. What bitta ko'ramiz. Nima bu? Asyncron. Tak. Real date bu 1 soatga qo'yilgan degani. Okay. Use client. Nega? Client kerak emas. Da. Yozganni ham bir qator o'qib chiqsam bo'lar ekan. Yep. Bo'ldi, tayyor. Hozir view page source. Wow, уже ma'lumotlar shu yerdan bilinyapti, уже descriptionlar turibdi. Yep. Shundoq kopiya qilaman. Bu yoqdan wow, yeah. Mana. Stop, qayerda turibdi u? Alt ichida turibdi. Bizga alt ichida emas, data HTML ichiga kerak hozir. Вот так mana. H3 ni ichida kelyapti. Buni endi oxirigacha aniq qilish uchun polniy kopiya qilib olishim kerak. Tak. Qanaqa qilib bundoq qilaman? Ctrl A, Ctrl Command V. Okey, bitta format. Voda. Qani biz artikellar. Вот так mana. Уже bu yerdan ko'rishimiz mumkin. Molestias. Quasi. Fransuzcha ham bo'ladi. Tak. Endi buni go live ga tekshirib ko'rsam, bu yoqda ko'ramiz. Mana har bittasi mana turibdi. Ya'ni nima bizga kerakli ma'lumot. Bu Google Crawler bot shuni o'qib turib, srazi tekstni o'qiydi mana bu joyini. Buning ichida ko'ramiz. Headings mana. Less articles and H3 da уже nimalarni taytili. Bu уже Google Crawler bot srazi olyapti degani bu bomba. Okay, bitta narsani ko'rsatmanmi? Z bo'ldi. Endi buni rang qilib ko'raman. Ya'ni oldingi versiyani hozir Ctrl Z ga qaytardim. Nima uchunki, yana bitta ko'raylik. Bundan oldingi versiyada qanaqa edi? SEOm shumidi? Headingni ko'radigan bo'lsak, birorta heading yo'q. Shuni hisobiga narigi juda ham katta qulayib turgan edi. Atak bitta H1 borda, nimaga bu ko'rsatmadi? Mayli, narigini ko'rish esdan chiqibdi. Okay, tushunarli. Endi bu kerak emas. Bu hal. Kerak emas. Yep. Bo'ldi, buni SEOsi juda ham uchyapti. Ana endi blogs ko'tilganda, buni blogs ichida inspect view page source and some copy paste. Oh yeah. Buni ham endi to'g'rilash kerak. Ya'ni nimaga buni title'i birato'la source code ichida kelmayapti. Okay, no problem. Birinchi test uchun olib olaman buni HTMLni to'liq. Ctrl C, Command V, format. Yep, endi buni ichida kod ichida yana bitta tekshiraman. Buni ichida yo'q, no result. Men buni ham server side qilaman, ya'ni bu yerda page ichiga kiraman. Wow. Menga bitta alohida page ham yaratib bergan ekan, buni infosini oladigan. Beautiful. Okay, our blogs. Yep, that's it. All articles, demak hamma artikellar, ya'ni maqolalar bu yerda, bu ham client side bu yoqdan olib keladi. Demak, shu yerdan men await get articles shunda olaman, articles qo'yaman. Xo'p, client side'dan chopaman. Tak. Category.
Uh, what kerakmikan? Mayli, bu turib tursin. Use effect kerak emas. Bu yerda errorlar sezilgan. Buni o'chirib yuboraman. It's okay. Sync is client olib tashlayman. Set category kerak emas. Search term bilmaydi ekan. Haqiqatdir u ekan, bu ham kerak emas. Atlas kerak emas. Value kerak emas. Kerak emas. Uh, kerak emas. Loading biznikida yo serverdan qaytadi. Serverda loader bo'lmaydi. Uh, serverda просто string vaqtida nima qilinadi? Ba'zi bir vebsaytlarda page alishtirilganda o'rtada loader chiqadi. Bu loader uh, qaysi loader? Bu serverdagi data string bo'lib turgan vaqtda, ya'ni uni ichida HTML bor, HTML string bo'lib keladi. String vaqtida shunaqa bo'ladi. Serverda agar ma'lumot backenddan olib kelinib, unga joylanyapti turgan bo'lsa, qaysidir miqdorini jo'natib turadi-da. Bu miqdori bo'lgandan keyin qolganini jo'nataveradi. Ya'ni shunda birinchi h2, keyin paragraf kelib turib, keyin kelib qo'yilib turgan vaqtda, xullas bu yog'i kelmagan bo'ladi. O'sha vaqtda loader chiqadi. Bu string loader bo'ladi ko'p joyda. Tak shu joyda biz primo yo error olamiz, yo narsa olamiz. Nima edi? Ma'lumot olamiz. Tak bu kerak emas. Voy, bu ko'p narsa yozib tashlabdi. Qancha vaqt ketkazadi buni? Navigation ham kerak. Artlas. Buni nima qilib qo'yish mumkin? Mana buni client saytga o'tkazib yuboriladi. Qaysini? Paginationni client saytga o'tkazib yuboriladi. Client saytdan tepaga misol uchun ikkinchi page bosilganda navigate qilinadi. Shallow true qilib, ya'ni page yangilab yubormaydi-da, просто tepasidagi uni o'zgartiradi. Route'ni. И tepasidagi route o'zgarganda next revalidate qiladi. Shuni hisobiga tepadan qaytadan ma'lumot olib keladi. Props ichida page 2 bilan, ya'ni shunda backenddan ikkinchi page bo'ladi. Agar pagelar kechlangan bo'lsa, уже сразу olib kelib beradi. Zo'r bo'ladi bular. Tezlik SEO jihatidan. Filter kerak emas. Atlas map article is done. Hoppa. Primoy ko'rinyapti. Mana yarmidan boshlab reload qilsam ham u joyida turibdi. Bu degani scroll bo'lib ketmayapti, ya'ni scroll o'sha ochilyapti, ya'ni server bittada. Buni yaxshi tomonlari bor-da, aytish o'tish esdan chiqibdi. Mayli, oxirida aytaman, chunki bu joyni skip qilib yuborgan bo'lsanglar. Tak. Bo'ldi, SEO uchyapti. Ana endi view page source. Wow, it's nice. Mana уже qidirdim. Birinchisi imageda altini ichida chiqyapti, ikkinchisi h3 ni ichida chiqyapti, to'rtinchisi kodni ichida chiqyapti, JavaScript kodni ichida. Ya'ni ma'lumot ichida chiqyapti, ya'ni props orqali kirib kelgan. Zo'r, good. Mana shu SEO uchun zo'r degani. Yana nima bor? Yana endi plyuslarni sanab o'tsak, bu nima? Plyus first contentful paintni test qiladi, chunki HTML kelgani uchun ekranga sразу ma'lumot ko'rsatadi. Bu Google ko'rsatkichlari Core Web Vitalsga zo'r. Kanalni ichida Core Web Vitals bo'yicha videolar olingan, ularni optimize qilish bo'yicha shunga zo'r. Total blogging time nima qiladi? Chunki bu yoqda 24 ta kart bo'ladigan bo'lsa, yoki 9 yoki 24 ta, odatda 6 ta 6 dan 4 qator bo'ladi. 24 ta kartni JavaScript olib, ularni render qilib joyiga qo'yib chiqquncha va qaysidir animatsiyalari bor yoki calculationlari bor qilib chiqquncha CPU vaqt oladi. Bu bir necha millisoniyadan to soniyalar ko'rmaganman. No 500-600 millisoniya bo'lishi mumkin. Odatda 50 millisoniyadan o'tgandan keyin u bloklash vaqti deb hisoblaydi. Ya'ni vebsaytingiz qotadigan vebsayt deb chiqadi. Shuning uchun Google'da Core Web Vitals tushib ketadi performans tomonlama. Nimani yaxshilaydi yana? Menimcha bo'ldi. Da. Xo'p, yana nima bor? Menimcha aytiladigan narsalar bo'ldi.
Nimadir savollar bo'lsa, Telegramda linklar bor. Pastda bemalol yozib, anaqa qilishingiz mumkin. Nimadir ular qolib ketgan bo'lsa yoki nimadir ular noto'g'ri aytib qo'ygan bo'lishi ham mumkin. Har kuni yangi nimadir chiqib qolyapti bu zamonda. Shunaqa. Shunaqa keyin AI bo'yicha ham yangiliklar bo'lishi mumkin. Ya'ni, nima AI hozirda ko'p qidiruv tizimi bo'lyapti. Ya'ni Google'dan qidirib ko'rgandan ko'ra ChatGPTdan so'rab qo'ygan afzalroq. ChatGPTdan so'raganda, misol uchun, eng arzon 10 ta tovarni O'zbekistonda mana bu kategoriya bo'yicha olib kelib ber. Mana bu telefondan eng arzonini topib kelib ber deydigan bo'lsa, AI'lar crawler qiladi. Ya'ni botni, veb-saytni skrab qiladi. Shuning uchun AIga ham adaptatsiya qilib qo'yish kerak bo'ladi. Unga ham qanaqadir propslar, nimalar qo'yiladi. Ya'ni Google kategoriyalarni ochib beradi bo'lsak, kategoriyalarga prop name'lar qo'yiladi. Ya'ni Google tanib olish uchun asosiy taglar. Yandex ham shunaqa. Sog' bo'linglar, joyinglar omon bo'lsin.